Assalomu alaykum, Master Tom YouTube kuzatuvchilari. Biz Samarqand Chelakdamiz. Ortimizda turgan ushbu hashamatli obyektning egalari o'zlari Amerikada ishlaydilar. Tom yoptirish uchun Master Tomga murojaat qildilar va biz bu yerga eng tajribali masterlarimizdan biri Anvarjon akani biriktirganmiz. Aka, yaxshimisiz? Xo'p, qancha muddatda bitdi aka? Bitganiga sal ko'proq bo'ldi, chunki qishli qurolli kunda ishladik. Qor, yog'ingarchiliklar bo'ldi. Bitganiga bir oycha bo'ldi. Xo'p, siz like bosib qo'ying. Ushbu obyekt haqida to'liq obzorini sizlarga ko'rsatamiz. Tom haqida qanaqadir bir savolingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishinglar mumkin. Xo'p, Anvarjon aka, meni eng zo'r e'tiborimni tortgan bitta jihat aynan mana shu arka bo'ldi. Arka boshidan oxirigacha bu proyektda bo'lganmi yo'q? Proyektda bo'lgan yo'q, chizmada shunaqa berilgan. Chizmada shunaqa berilgan. Chizmadan ozmuncha aqabaqa chiqdi. Chizmaga birga bir qilishlar berdik. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, Rossiya magintda ko'rishga 045. Siz tavsiya berdingizmi? Uy egalari aynan biz tavsiya berdik, uy egalariga ma'qul bo'ldi. Chunki chidamliligi ham, uzoqlikka xizmat qilishi ham yaxshi. Zo'r. Aynan bu obyektimiz Mokri Matvidan, master modeldan bo'lgan. Naves qismi, ustki qismi? Ustki qismi ham master model. Master model. Ikki etajli zdaniyamiz bu. Nima uchun naves qismi usti master model bo'ldi? Chunki ichkarida ikki etajli zdaniyamiz bu. Uy yuqoriga chiqqanda tom qismi ko'rinadi. Ha, naves qismi usti ko'rinadi. Shuning uchun master modeldan foydalanamiz. Zo'r. Qarang buni arkaligini. Operator yaxshilab ko'rsating. Juda boshqacha chiqibdi. Ehtiyotga qarshi kuzatuvchilarimiz orasida bino qurayotgan yoki tomini yoptirayotgan kuzatuvchilarimiz bo'lsa, aynan mana shundan andoza olsanglar bo'ladi. O'zgacha chiqargan-ki, nargi binoga ham o'tamiz. Haqiqatda aka uzoq muddatda bitgani bilinibdi. Sababi bitta ko'rishda yo'q, anglab olish qiyin emas. Bino avvalgi shakl bilan chiqqan figurasi. Tomini ham ko'rishingiz mumkin. Ajoyib, g'aroyib. Xo'p aka, ikkita cheti kichkina, o'rtasi katta. Odatda katta arkalarning oldi qismiga bunaqa sliv ishlanmasdi-da. Nima bu proyektda bo'lgani uchun? Proyektda shunaqa holat bo'lgan, shuning uy egalari shuni xohladilar. Proyektga birga bir qilib berdi. Birga bir qilib berilgan. Devor qismini ham ko'rsatishingiz mumkin. Keling bu yoqqa. Devori ham polni aylanasi, bu tomoni ham polni aylanasiga hammasiga master model ishlatilgan. Anvarjon aka, endi ko'pchilikni qiziqtiradigan savolda. Asosiy binoni ko'rdik, naves qismini ko'rdik, devor ustlarini ko'rdik. Yaxshigina pul ishlatilgan. Albatta. Necha pul ishlatilgan aka? Bu obyektimizga $13,000 tunga olganmiz. Xo'p. Xizmat haqqimiz $11,000 bo'lgan. Yog'ochlargachi. Yog'ochlarga где-то bir $5,000 atrofda $5,000 yog'och ketgan. Shunda $13,000 tunga, $11,000 xizmat haqqi, jami $24,000 bo'ladi. $5,000 yog'och ishlariga jami $29,000 ketgan. Shunaqa. Gap bo'lishi mumkin emas. Qilgan xarajatga yarasha natijani ko'rib turibsizlar. Agarda sizlarda ham tom borasida qanaqadir savolingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishinglar mumkin. Mana shunaqa tom borasida go'shtli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Master Tom YouTube sahifasiga obuna bo'lib qo'yinglar.